Forrest Gump, Winston Groom. 18-qism. Aytishim mumkinki, bu hayotimdagi eng baxtli uchrashuv edi. Jenni meni quchoqladi va yig'ladi. Men ham, ishchilar ham nima bo'lganiga hayron edik. Jenni ishi 3 soatdan keyin tugashi, hozircha biz naryoqdagi qovoqxonaga borib ichishimiz mumkinligini aytdi. Keyin u bizni o'z uyiga olib ketarkan. Biz qovoqxonaga bordik. U yerda dard o'ynab, ichimlik ichib, arm wrestling bilan shug'ullanuvchi ko'plab yigitlar bor edi. Bir yigit ehtimol eng kuchlisi edi. Chunki vaqti bilan yigitlar oldiga kelib, uni mag'lub etishga harakat qilishar, lekin ular buni eplay olmasdilar. Bundan tashqari ular g'olibga 5 dan $10 pul tikishardi. Biroz vaqt o'tgach, Den menga pichirladi. Forrest, siz bu gorillani yengishim mumkin deb o'ylaysizmi? Men bilmayman dedim va Den, mayli, mana $5. Men sizga tikaman. Shunday qilib men yigitning oldiga bordim. Siz bilan raqobatlashmoqchi bo'lsam qarshi emasmisiz? U jilmayib menga qaradi va dedi: Puling bor ekan, oldinga o't. Keyin men qarama-qarshi tomonga o'tirdim va biz bir-birimizning qo'limizni ushlab oldik. Kimdir qichqirdi: "Qani ketdik!" Va biz jang boshladik. Bu yigit mart oyidagi mushukdek ovoz chiqarib uvilladi. Atigi 10 soniyadan keyin men uning qo'lini stolga tekkizdim va g'alaba qozondim. Qolgan yigitlar stolimiz atrofiga yig'ilib nola cheka boshladilar. Men esa Denning quvonchdan baqirganini eshitdim. Ammo boshqa yigitlar unchalik xursand bo'lmadi. Menga $5 berib, stoldan turib ketishdi. Mening tirsagim sirg'alib ketdi, dedi raqibim. Lekin keyingi safar bu yerda bo'lganingda men sen bilan yana jang qilaman, bolakay, tushundingmi? Men boshimni qimirlatib, Den o'tirgan stolga qaytdim va unga pul berdim. Forrest, dedi u, biz bir bo'lak non topishning ajoyib usulini topdik. Men undan chorakta so'radim. Shunda o'zimga barda tost sotib olaman. U menga $1 berib dedi. O'zingizdan hech narsani ayamang, Forrest. Endi biz pul topishimiz mumkin. Ishdan keyin Jenni qovoqxonaga keldi va bizni o'z uyiga olib ketdi. U fabrikadan unchalik uzoq bo'lmagan kichkina kvartirada yashar va u yer juda yoqimli edi. Hamma joyda jonivorlar va yotoqxona eshigiga munchoqli iplar osilgandi. Biz do'konga bordik va tovuq oyoqlari sotib oldik. Jenni men va Den uchun kechki ovqat pishirdi. Men uni namoyishda oxirgi marta ko'rganimdan beri nimaiki sodir bo'lgan bo'lsa, hammasini so'zlab berdim. U asosan mayor Frichga qiziqardi, lekin unga kannibal bilan qochib ketganini aytganimda Jenni qandaydir bo'shashib qoldi. Biroq uning o'tgan yillardagi hayoti ham oson kechmagandi. Musiqiy guruhni tark etgach, Jenni o'sha guruhdagi bir qiz bilan Chikagoga ketibdi. Ular birga namoyishlarga borishgan va har safar qamalishgan. U oxir-oqibat sudda gapirishdan charchagan va bu unchalik yoqimli emas edi. Bundan tashqari, u o'ziga yoqmagan 15 ta uyda yashagan. Ular uyda hech ish qilmagan va hojatxonani yuvishmagan. Keyin u bir yigit bilan o'zlari uchun alohida uy topishga qaror qilishgan, lekin bu ham yordam bermagan. Bilasanmi, Forrest, dedi u. Men hatto uni sevishga harakat qildim, lekin bo'lmadi. Chunki men doim sen haqingda o'ylardim. U onasiga xabar yo'llagan va mening qayerda ekanligimni bilishga harakat qilgan. Ammo onasi uyimiz yonib ketganini aytib, onamni g'ariblar uyida deb javob bergan. Biroq u buni yozganida onam allaqachon protestant bilan qochib ketgan edi. Xullas, Jenni puli tugab, Indianapolisdagi zavodga ishchilar zarurligini eshitib shu yerga ko'chib o'tgan. Keyin u televizorda meni kosmosga uchirayotganlarni ko'rgan, lekin u endi Hyustonga borishga ulgurmasdi. Shunday qilib, u kema halokati haqidagi xabarni dahshat bilan kuzatdi va shunchaki aqldan ozdi. Shundan keyin u hissiz yashashda davom etdi.
Men uni quchoqladim va biroz vaqt birga o'tirdik. Don hammomga dumalab kirdi va hojatga kirishni xohlayotganini aytdi. Jenni buni o'zi qila oladimi yoki yordam kerakmi deb so'radi. Men buni avval ham ko'rganman va hech qanday muammo yo'q deb javob berdim. Keyin u bosh chayqab dedi: Vyetnam urushi uni shu ahvolga soldi. Shunday qilib, uchalamiz Jennining kvartirasida yashay boshladik. Jenni Den uchun xonasiga matras va vannaga tuvak qo'yib berdi. Ertalab u zavodga borardi. Biz uyda qolib suhbatlashardik. Keyin esa fabrika ro'parasidagi qovoqxonaga sudralib ketardik va Jenni chiqishini kutardik. Birinchi hafta davomida non mag'lub qilgan yigit bir necha marta yonimga keldi va $5 qaytarib olishni xohladi. U taxminan $25 yo'qotmagunicha kuch sinashib ko'rdi va shundan keyin boshqa ko'rinmadi. Ammo baribir boshqa yigitlar doimo meni mag'lub etishga harakat qilishardi va bir muncha vaqt o'tgach, hamma joydan, butun shahardan va hatto atrofdagi qo'shni shaharlardan ham yigitlar kela boshladi. Den va men haftasiga $150-200 ishlab oldik. Daromadimiz umuman yomon emasdi. Sizga aytsam, qovoqxona egasi esa chempionat uyushtirishini, televizor va shunga o'xshash narsalar tashkil qilishini aytdi. Ammo bundan oldin hayotimni butunlay o'zgartirgan bir voqea yuz berdi. Bir kuni qovoqxonaga oq kostyum va gavaychi ko'ylak kiygan, bo'yniga qalin oltin zanjir taqqan erkak kirib keldi. Stolda bir nechta yigitlar bilan gaplashib o'tirardik. U turni tomosha qilibdi. Keyin kelib stolimizga o'tirdi. Mening ismim Mike, dedi u. Men siz haqingizda eshitganman. Den undan nima eshitganini so'radi va Mike javob berdi. Bu yigit dunyodagi eng kuchli polvon ekan. Nima bo'libdi deb so'radi Den. Va erkak javob berdi. Men sizga qanday qilib pul ishlashni o'rgataman. Bu kichik summa emas. Xo'sh, qanday deb so'radi Den. Kurash, dedi Mike. Bu sichqonlar shovqini emas, balki haqiqiy kurash. Yuzlab va minglab puldor kishilar oldida. Kim bilan jang qiladi, so'radi Den. Bu muhim emas, deb javob berdi Mike. Ko'plab professional kurashchilar bor. Eng yaxshi yigitlar yiliga 100 dan $200,000 gacha daromad oladi. Bu yigitingizni sekin tanishtirishga harakat qilamiz. Biz unga qandaydir fokuslarni ko'rsatishimiz kerak. Ishonchim komilki, u bir muncha vaqt o'tgach chempion bo'ladi va katta pul ishlab oladi. Bu haqda nima deb o'ylaysiz, Forrest, so'radi Den mendan. Bilmayman, dedim men. Uyga qaytib krevetkalar yetishtirishni o'ylayapman. Mayda krevetkalar, dedi Mike. Bolam, kurashda undan 50 baravar ko'p pul topish mumkin. Siz butun umr shu ish bilan shug'ullanishingiz qiyin. Bir necha yil va yaxshigina bank hisob raqamiga ega bo'lasiz. Sizda o'lja bo'ladi. Balki Jennidan so'rashimiz kerakdir, dedim. Qarang, dedi Mike. Men bu yerga odam hayoti davomida faqat bir marta oladigan taklifni bildirish uchun keldim. Agar buni qabul qilishni xohlamasangiz, ayting, men ketaman. Yo'q, kutib turing, dedi Den. Keyin u menga o'girilib dedi. Eshiting, Forrest, bu odam biznes bilan shug'ullanadi. Krevetka yetishtirishni boshlash uchun sizga boshlang'ich kapital kerakmi? Men sizga nima ham deyman, dedi Mike. Siz bu yigitni o'zingiz bilan olib ketishingiz mumkin. U yordamchi bo'ladi. Qachonki jang qilishga qaror qilsangiz, bu sizning tanlovingiz. Xo'sh, nima deysiz? Men o'ylab qoldim. Albatta, yaxshi ko'ringan narsalar ortida har doim qandaydir tuzoq yashiringan bo'ladi. Men og'zimni ochdim va halokatli so'zlarni aytdim. Roziman. Shu tariqa professional kurashchiga aylandim. Mikening Indianapolis markazidagi sport zalida ofisi bor edi va men har kuni Den bilan kurashni o'rganish uchun u yerga avtobusda borardik. Ma'lum bo'lishicha, bu mutlaqo bema'nilik. Hech kimga zarar yetkazilmaydi, ammo tashqaridan bu qo'rqinchli ko'rinishi mumkin. Ular menga turli xil narsalarni o'rgatishdi. Masalan, yarim Nelsonlar, Boston tutqichlari, spinnerlar va boshqalar. Ular menga imkon qadar ko'proq hayajon uyg'otish uchun sudyaga qanday baqirishni o'rgatishdi. Jenni kurashni unchalik ham yoqtirmasdi, chunki bu odamlar meni xafa qilishadi deb o'ylardi. Va bu bema'nilik deganimda hammasi joyida, dedi. So'ng so'radi.
Xo'sh, unda nima qildik? Bu yaxshi savol edi, lekin men javob bera olmadim. Men uchun asosiysi ko'proq pul topish edi. Bir kuni ular menga qorindan polga degan narsani o'rgatishni boshladilar. Men unda bir yigit ustiga sakradim va u oxirgi daqiqada qochib ketaverdi. Negadir men buni hech uddalay olmadim. Bir safar yigitni chetlab o'tishdan oldin uni yiqitishga muvaffaq bo'ldim. Nihoyat Mayk ringga chiqdi va dedi: "Yo Xudoyim, Forrest, siz ahmoqmisiz nima balo? Birovni mayib qilib qo'yishingiz mumkin." Tentak: "Ha, men ahmoqman" deb javob berdim. "Bu bilan nima demoqchisiz?" Mayk hayron bo'ldi. Keyin Den qo'lini uning yoniga kelishi uchun silkitdi va bir daqiqa qulog'iga nimanidir pichirladi. Mayk dedi: "Yo Xudoyim, hazil qilyapsizmi?" Lekin Den bosh chayqadi. Mayk yana menga qaradi, so'ng yelka qisib dedi: "Xo'sh, unda hamma narsa aniq." Taxminan 1 soat o'tgach, u yana ofisidan yugurib chiqib, ringga ko'tarildi. "Men topdim", qichqirdi u. "Nima topdingiz?" so'radi Den. "Taxallus. Biz Forrestga musobaqa uchun taxallus berishimiz kerak va men qaysi biri mos tushishini aniqladim." "Xo'sh, nima?" dedi Den. "Ahmoq", dedi Mayk. "Biz unga taglik kiydiramiz, boshiga esa masxaraboz qalpoqchasi. Xalq buni yaxshi qabul qiladi." Den bu haqda o'ylab qoldi. "Bilmayman", dedi u nihoyat. "Menga yoqmadi. Aftidan, siz uni odamlarning mazaxiga duchor qilmoqchisiz." "Ammo bu faqat jamoatchilik uchun", javob berdi Mayk. "Bu yerda albatta qandaydir hazil bo'lishi kerak. Hamma chempionlarning shunday yomon laqablari bor. Axir ahmoqdan chiroyliroq yana nima bo'lishi mumkin? Ehtimol biz uni kosmonavt deb atashimiz kerakdir", dedi Den. "Bu qaysidir ma'noda hozirgi vaqtga mos tushadi. U antennali plastik dubulg'a kiyishi mumkin." "Allaqachon astronavt bor", dedi Mayk. "Menga baribir yoqmadi", dedi Den. Keyin u menga qaradi va so'radi: "Xo'sh, bu haqda nima deb o'ylaysiz, Forrest?" "Menga farqi yo'q", deb javob berdim. Shunday bo'ldi. 1-2 oylik mashg'ulotlardan so'ng kurash bo'yicha chempionatda qatnashadigan bo'ldim. Bir kun oldin Mayk sport zaliga bir quti tagliklar va katta qora shlyapa olib keldi. U ertaga tushda bizni Minsidagi birinchi o'yinga olib borish uchun sport zaliga kelishini aytdi. Kechqurun Jenni qaytib kelgach, hojatxonaga kirdim. Qalpoqcha va taglik kiyib chiqdim. Den aravaga o'tirib televizor ko'rar, Jenni esa kitob o'qirdi. Xonaga kirishim bilan ikkalasi ham darhol menga qarashdi. "Forrest, bu nimasi?" so'radi Jenni. "Bu uning sport kostyumi", dedi Den. "Sen shunchaki ahmoq ko'rinyapsan", dedi u. "Biz uni osonroq tasavvur qilishimiz kerak", dedi Den. "Aytaylik, u shunchaki spektakl yoki maskaradda qatnashyapti. Shunga qaramay u ahmoqona ko'rinadi", dedi Jenni. "Men unga bunday ahmoqona libosda omma oldida chiqishiga ruxsat berganingizga ishonmayman." "Hammasi pul uchun", dedi Den. "U yerda bir yigit bor, masalan, o'simlik laqabli. Shuning uchun uning qobig'i shovg'on barglari shaklida qilingan, boshida esa ko'zlari uchun teshiklari bo'lgan tarvuz shaklidagi dubulg'a. Pari laqabli yana bir yigit orqasidagi qanotlari, qo'lida sehrli tayoqcha bilan aylanib yuradi va u taxminan 150 kilogrammni tashkil qiladi. Meni boshqalarning qanday kiyinishi umuman qiziqtirmaydi", dedi Jenni. "Menga bu kiyim yoqmadi, Forrest. Hoziroq kiyimingni almashtir." Men hammomga qaytib, barchasini yechdim. Balki deb o'yladim, Jenni haqdir. Lekin siz ham qandaydir yo'l bilan pul ishlashingiz kerakmi? Qolaversa, bu kostyum mening ertangi kundalik raqibim, ya'ni Axlat laqabli o'yinchiniki kabi g'alati emasdi. Qiziq, u badbo'y bo'ladimi yoki yo'q?